Assalomu alaykum aka-ukalar. Chakman mashinamizga 8 ta gaz bilan qo'yib berdik. 4tasi 200 talik, 4tasi 150 talik gaz bilan qo'yildi. Shaxmat qilib qo'yilgan. 200 talik, 150, 150, 200 talik. Yon tarafga ham chiqib ketmaydigan qilib akkuratni qilib qo'yildi. Muzlamaslik uchun povuk qo'yildi. Ikki tomoniga zapravishni akkumulyator yasalib tepaga ko'chirildi. O'ziniki kattaroq edi. Olib tashladik. Bu tomoniga ham xuddi shunday 150, 200 talik, 150, 200 talik rekord darajada qo'yib berdik. Akkuratni qilib, kilometrlar ancha ko'p yuradi. 700 kilometr yuradi dalniga. Oldi tomoniga kompyuterlashgan variantda ko'z kompyuter qo'yildi. Ommaviy reduktorlar, akkuratni switch, prodalar, originallar qo'yildi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, profilda nomerlar qoldirganmiz. Batafsil ma'lumot va narx-navolar bilishingiz mumkin.